بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم من بعده إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Parvardigor olamga beadad behad hamdu sanolar Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salomu salovatlarimiz bo'lsin. Parvardigor olam juma-yu jamoatlarimizni dargohida husn-u ijobat aylasin. Ushbu fazilatli joy, barakotli maqom, sarchashmai nur Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy Xo'jay jahonni sarhadlarda turibmiz, u kishini yurtlarda turibmiz, muborak qabri shariflarni yonida turibmiz. Alloh taolo qadamlarimizga hasanot bersin. Juma-yu jamoatlarimizni xayrli qilsin. Alloh taoloning o'zi pur hikmat, serma'no ularning ulug'larning ruhlaridan, ulug'larning iloho hikmatlaridan hammamizni barhamdan aylasin. Albatta Xo'jay jahonga keldik. Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniyni jivorlariga keldik. So'zni u kishi bilan boshlaymiz. U kishi haqida, buyuk pirlarimiz haqida qancha gapirsak shuncha oz. Hazrati Abduxoliq ibn Abdul Jamil G'ijduvoniy rahimahullohu taolo 1103-yilda G'ijduvonda tavallud topdilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning otalarini bilasizlar, Abdul Jamil. Asli bular o'zlari Malatiya diyoridan. O'sha paytdagi ba'zi vaziyatlar, ba'zi voqealar, bo'lgan ba'zi chigalliklar sababli ba'zi rivoyatlarda Hazrati Xizr alayhirrahmaning ko'rsatmalari sababli Hazrati Abdul Jamil Buxoroga ko'chib kelganlar ahli oillari bilan. Ba'zi rivoyatlarda u kishining yoshlari ancha joyga borib qolgan bo'lgan. Ancha joyga borib qolgan bo'lsa ham ko'rsatma bilan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning onalari bilan shu yerga kelganlar va Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy 1103-yilda mana shu yerda tavallud topganlar. Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniyning o'zlari nima dedilar? Sarchashmai nur G'ijduvon maskani most. Ya'ni ilmi irfon manbai, ilmu ma'rifat manbai G'ijduvon bizni maskanimiz, bizlarni manzilimiz deb aytgan ekanlar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy G'ijduvonda o'sadilar, G'ijduvonda ilm oladilar. Boshlang'ich ilmlarini mana shu yerdagi madrasalardan, masjidlardan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy ilm olib, bu yerdagi ilmlarni, bu yerdagi boshlang'ich ta'limlarni tugatganlaridan keyin Buxoroga boradilar. Endi hammamiz bilamiz kim 10-asr, 11-asr Buxoro nihoyatda ilm va irfon makoni bo'lgan, ilm va irfon manzili bo'lgan. Buxoroda yuzlab madrasalar bo'lgan. U payt Qaraxoniylar, Saljuqiylar, Sulton Sanjar zamoni bo'lgan. Nihoyatda Buxoroda madrasalar, ahli ilm, ahli fazl, har tomonlama ilm rivojlangan joy bo'lgan. U yerda Buxoroga borib, qator madrasalarga ta'lim va tahsil olib, ustozlari Sadriddin Buxoriy degan ustozga bu kishi shogird tushadilar. Sadriddin Buxoriy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni ilm ustozlari hisoblanadilar. Sadriddin Buxoriy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyga xususan tafsir ilmidan dars beradilar. Qur'onning nozik maqomlari, nozik makonlari, Qur'oni Karimdagi ba'zi latoiflarni Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyga ochib beradilar. Dar haqiqat Abduxoliq G'ijduvoniy ham nihoyatda peshqadam shogirdlardan edilar. Har bir oyatni ma'nosini, har bir oyatni mag'zi mazmunini ustozlardan so'rab borardilar. Bir marta zikr halqasi kelganda, Ud'ulloha, Alloh taoloni Allohdan duo qilinglar. Tadarruan va xifa, ya'ni tazarru qilgan holatda, xufiyona
qalblaringizdan duo qilinglar degan joyi kelganda Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy zikrga qiziqib qoladilar va zikrni, Alloh taoloni zikr qilishni yo'llarini so'raydilar. Shogirdagi bu qiziqishni, shogirdagi bu tavajjuhni ko'rgan Hazrati Sadriddin, Imom Sadriddin Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni o'sha paytda katta alloma, katta olim, shayxlar ustozi, tariqat ahlining sultoni Yusuf Hamadoniyning halqalariga yo'naltiradilar. Yusuf Hamadoniy Marv shahrida edilar. O'sha payt endi tamaddunimiz, taraqqiyotimizning markazi Marv. Qadimiy nomi Marav Shohjon. Yusuf Hamadoniy Marvda bo'ladilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy Marvga boradilar. Yusuf Hamadoniyni izlab 22 yoshda bo'ladilar. Yusuf Hamadoniy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyga ta'lim va tahsil berib, bir muddat bular Marvga tahsil oladilar, ta'lim oladilar. Hozir Yusuf Hamadoniyning qabrlari Marvda. Ta'lim va tahsil olgandan keyin Samarqandga keladilar shogirdlari bilan. Yusuf Hamadoniy 80 ta yetuk shogirdlari bilan Samarqandga keladilar. Samarqandga o'zlarini zikrlarini, zikr tariqatlarini, Xo'jagon tariqatining aslini Samarqandda yoya boshlaydilar. Undan keyin Buxoroga ko'chib keladilar. Buxorodagi eski shahardagi Labi Havzni janubiy tarafida korxona guzarida bular istiqomat qiladilar. Korxona degan guzar bor. Bu Samarqand darvozasi bilan Labi Havzni o'rtasida o'sha yerda tosh madrasa bor hozir. Tosh madrasani orqa tarafida korxona guzarida Hazrat Yusuf Hamadoniy istiqomat qiladilar va yetuk shogirdlarni chiqara boshlaydilar. Yusuf Hamadoniyning nihoyatda katta shogirdlari yetishib chiqadi. Nihoyatda katta shogirdlarga dars beradilar. Mana shulardan eng ulug'laridan Abduxoliq G'ijduvoniy bilan Ahmad Yassaviy. Hazrat Yusuf Hamadoniy qaytib Marvga qaytadilar va aytadilarki, hozir Buxoroda zikr halqasining rahbari mening muridim, mening murshidim, mening xalifam Xo'ja Ahmad Yassaviy deydilar. Ahmad Yassaviyga ishora bo'ladi. Ahmad Yassaviy yaqinda Buxorodan ko'chadi va uning o'rniga Abduxoliq G'ijduvoniy bo'ladi, xalifa deb aytadilar. Hazrat Yusuf Hamadoniy Hamadonga qaytganlardan keyin bir necha muddatdan keyin Ahmad Yassaviyga Xizr alayhissalom ishorat beradilar deydilar. Hazrat Ahmad Yassaviy Yassaga ko'chadilar. Yassi hozirgi Turkiston diyori. Avvallari aytishlaricha G'ijduvonning usti bilan Yassiga yaqin yo'l bo'lgan ekan. Turkistonga yaqin yo'l bo'lgan ekan. Yassiga bu kishi boradilar va shogirdlariga ishorat qiladilar. Shogirdlariga tayinlaydilarki, sizlar hammangiz bugundan boshlab Abduxoliq G'ijduvoniyga shogirdsizlar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning muridi sizlar deb shogirdlariga tayinlaydilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy ana o'shandan zikr halqasini boshlaydilar. Xo'jagon degan tariqatga asos soladilar. Ustozlari Yusuf Hamadoniydan, saboqdoshlari Hazrati Ahmad Yassaviydan ta'limlarini mukammal qilib, Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy Xo'jagon tariqasiga, Naqshband tariqasiga asos soladilar va aslan bular zikri xafiy, ya'ni qalbda Allohni zikr qilish, Alloh taoloni maxfiy zikr qilish, hamisha til ovoz chiqarmasdan Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lishligini xalqqa uqtiradilar, xalqqa mana shuni ta'lim, tahsil beradilar. Abduxoliq G'ijduvoniy nihoyatda peshqadam bo'ladilar, nihoyatda ustozlarning nasihatlariga amal qiladilar. Hazrat Yusuf Hamadoniy Abduxoliq G'ijduvoniyga ko'p nasihatlar beradilar. Bu kishini yordamchilari Hasan Andoqiy, saboqdoshlari Hasan Andoqiy, Ahmad Barqiy kabi bularning safdoshlari bo'ladi. Mana shularga ta'lim, tahsil birgalikda saboq olib, ulug' bir tariqatga, ulug' bir zikrni xalqqa yetkazishga bular ta'lim va tahsil beradilar. Dar haqiqat
bu zikr, Alloh taoloni zikr qilish, muayyan xilda, muayyan turga zikr qilish, bu Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy tomonlaridan yangi paydo qilingan ish emas. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bir yangi dinni olib kelganlari yo'q. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy yangi zikrlarni ixtiro qilganlari yo'q. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bir dindagi yangilik qilganlari yo'q. Vaholanki ustozlardan, sahoba-i kiromlardan, o'zlaridan oldin o'tgan ustozlarni yo'llarini davom ettirib, uni bid'atlardan, yo'lda unga ilakishib qolgan ba'zi yomonliklardan xalos qilib, xalqqa qulay qilib taqdim qilganlar. Bu zikrning ildizi Salmonov Abu Bakr Siddiqqa borib taqiladi. Abu Bakr Siddiq zikrlari. U kishidan o'rgangan Salmonov Forsiy, u kishidan keyin Ja'far Sodiq, u kishidan keyin Hazrat Boyazid Bastomiy, u kishidan keyin Abul Hasan Xaraqoniy, u kishidan keyin Abu Ali Farmadi va Yusuf Hamadoniy, u kishidan keyin Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy rahimahullohu taolo bu zikrlarni davom ettiradilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy shogirdlar tarbiyalaydilar, shogirdlarni martabaga yetkazadilar va shogirdlarini tarbiyasi bilan band mashg'ul bo'ladilar. U kishining katta shogirdlaridan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni yetuk shogirdlaridan Ahmad Siddiq degan katta alloma, Avliyoyi Kabir Buxoriy degan katta alloma, Xo'ja Sulaymon Karminiy degan katta alloma, Xo'ja Orif Revgariy, mana shu katta 4 ta allomani yetkazadilar, yetishtiradilar. Mana shunday 4 ta alloma bu kishining katta shogirdlari va vafotlaridan oldin aytadilar kim? 1179-yilda mendan keyin Ahmad Siddiq mening o'rinbosarim, xalifam, u kishidan keyin Avliyoyi Kabirul Buxoriy, u kishidan keyin Abu Sulaymon Karmaniy, u kishidan keyin esa Xo'ja Orif Revgariy deb tayinlab ketadilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni vasiyatlarini shogirdlari davom ettiradi, shogirdlari bularga amal qiladi. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni yo'llarini, zikrlarini davom ettirib, u kishini yo'llarini, zikrlarini, xo'jagon tariqatini davom ettiradi. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy juda ko'p asarlar qoldirganlar. Hozir Kamoliddin Jondomla bilan aytayotgandikki, Mo'g'ullardan oldin o'tgan ko'p bizni merosimiz yo'qotilgan. Mo'g'ullar 1220-yil Buxoroni bosib olgan paytida, Buxoro emas va barcha shaharlarni bosib olgan paytda qatl om qilgan. Qatl om degani tik turgan narsani, ko'ringan narsani yiqitgan, jonzotni o'ldirgan. Nafaqat odamizotni. Shu ko'ziga tushgan jonzotni hammasini o'ldirgan, tik turgan narsani yer bilan yakson qilgan. Ularni qo'lidan faqat shu ba'zi minoralar 4-5 tagina bir obida qolgan tamom. Barcha narsalarga o't qo'ygan, barcha narsalarni yer bilan yakson qilgan. Hazrat Abduxoliq va birinchi Renesansimiz zamonida yashagan allomalarni ko'p meroslari yo'qotilgan, yondirilgan, suvga oqizilgan va hokazo yo'qotilgan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni ustozlari haqida Manoqibi Xo'ja Ahmad, Manoqibi Xo'ja Yusuf Hamadoniy degan kitoblari bor. Ya'ni Abu Yusuf al-Hamadoniyni siratlari, u kishi haqida yozgan kitob borki, u kishini suluklarini, u kishini siratlarini, u kishini holatlarini yetkazganlar. Yusuf Hamadoniyni 10 mingga yaqin shogirdlari bo'lgan. Yusuf Hamadoniy 8 ming majusini musulmon qilganlar. Yusuf Hamadoniy qo'llarida 8 ming majusi musulmon bo'lgan va Yusuf Hamadoniyni pur hikmatlaridan ilhomlanib ba'zilarini she'r tariqasida ham Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy aytadilar. Buning tarjimalarini biz keltirdik. Shuhrat ila shum nafsingni shod etma, o'zni mardum orasida ko'p yod etma, kamtarlik qil, sen nom chiqaray deb, zinhor ki diningni barbod etma. Ana kamtarlikka,
odamiylikka aytadilarki, shuhrat ila shum nafsingni shod etma. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yo'llari shuhrat ila, ya'ni nom chiqaraman deb, odamlar oldida hurmatliman deb o'zingni sharmanda qilma. O'zni mardum orasida ko'p yod etma. Ya'ni odamlar orasida o'zingni ko'p maqtayverma. Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. O'zlaringizni o'zlaringiz maqtayvermanglar. Xudoy taolo taqvodorlarni o'zi biladi. Kamtarlik qil, sen nom chiqaray deb zinhorki diningni barbod etma. Sen nom chiqaraman deb diningni barbod qilmagin, noto'g'ri yo'llarga kirmagin. Hazrat Abduxoliq G'ishdivoniyning keyingi bir misralari, baytlari: Bardust muborakimu, bar dushman shum, dar jang chuohanimu, dar sulh chumum, sarchashmai nur G'ishdivon manzilimost, man tig'i duruya mezanam to dari rum. Nima deyaptilar? O'zlarini, ularni aytayaptilar. Bardust muborakimu, bar dushman shum. Do'st uchun biz muborakmiz. Hamisha do'stga xush kelibsiz deymiz. Ammo dushmanga shummiz. Dushmanga qattiqmiz. Darjang chu ohanemu, dar sulh chumum. Urush bo'lsa biz temirmiz. Bizni irodamiz po'lat. Ammo agar sulh bo'lsa biz mum kabi eriymiz. Biz urush xohlamaymiz. Sarchashmai nur G'ishdivon manzilimost. Manzilimiz G'ishdivondan, lekin man tig'i duruyam mezanam to darirum. Lekin man tig'i duruyaman. Nima degani? Ya'ni ikki tarafi ham qilich bo'lgan bir tig'man. Rumgacha ham boraveraman. Ya'ni zikr bilan, Alloh taoloning xalqlariga yaxshilikni chorlash bilan, Parvardigor olamdan yaxshilik umid qilaverish bilan to Rumgacha ham boraveraman deb Hazrat aytadilar. Yana bir ruboiylari: az xislati bad agar muzahhab boshi, bo xalqi jahon jumla muaddab boshi, bo neki badi jahon bo rahmat mibosh, to nazdi Xudo abdi muqarrab boshi. Nima deyaptilar? Az xislati bad agar muhazzab boshi, yomon xislatlardan agar xoli bo'lsang, ya'ni yomon xislatlardan xoli bo'lsang, bo xalqi jahon jumla muaddab boshi, odamlarning hammasi bilan agar odob va axloq bilan agar ular bilan muomalada bo'lsan, bo neki badi jahon bo rahmat meboshi, hammaga rahmat istasang, hammaga yaxshilik istasang, to nazdi Xudo abdi muqarrab boshi, Alloh taoloning nazdida muqarrab bandalardan, Xudoy taologa muvaffaq bandalardan bo'lasan deb Hazrat Abduxoliq G'ishdivoniy, Alloh taolo u kishini rahmat qilsin, mana shuni zikr qiladilar. Hazrat Abduxoliq G'ishdivoniy juda ko'p asarlar, juda ko'p o'gitlar qolganlar, juda ko'p shogirdlar tarbiyalaganlar. Alloh taoloning fazl va marhamati bilan, Alloh taoloning nuri inoyati bilan bizlargacha bu asarlar yetib keldi. Avvalo Hazrat Abduxoliq G'ishdivoniyning nomlari yetib keldi. Parvardigor olamni izni bilan u kishining joylari yetib keldi. Masjidlar qurildi, madrasalar obod bo'ldi. Alloh taologa beadad, behisob shukronalar bo'lsin. 2025-yil 21 aprel kunida muhtaram prezidentimiz Bahovaddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ochilsin deb farmon berdilar. Bu ilmiy tadqiqot markazi degani ulug' pirlarimizdan, katta allomalarimizdan kelgan ilmiy merosni ilmiy tadqiq qilish, uni ustiga tadqiqotlar yuritish, ularni ilmiy meroslarini chiqarish va bu ilmiy merosni xalqqa taqdim etish, xalqqa chiqarish, xalqqa qulay qilib berish. Abduxoliq G'ishdivoniy, Hazrat Xo'jay Jahon bular nima qildilar? O'z zamonlariga dini islomni chiroyli qilib tushunadigan qilib berdilar. Toyinki bu ilmiy tadqiqot markazlarimiz ham mana shunday yo'l tutsa, kelayotgan avlodni, xalqni, millatni, xususan yoshlarga odob, axloq, yaxshiliklarni
ularga qulay qilib, ular tushunadigan qilib, ularni qalblariga qadasa, toyinki yosh avlod oqibat, iymon, xayru baraka, yaxshiliklar ustida voyaga yetsa. Bizni ajdodlarimiz har tomonlama yetib bo'lganlar. Har tomonlama xalqni tarbiyalaganlar. Ularni tarbiyalari bizgacha alhamdulillah davom etib kelyapti. Ularning tarbiyalari bizning asru ayyomimizga ham Alloh taologa shukronalarga yetyapti. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning yurtlariga keldik. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni esladik. Shu bilan birgalikda yana ba'zi katta allomalar o'tganki, ularni nomlarini eshitgansizlar. Ular haqida ham bir to'xtalib o'tmoqlikni inshaalloh o'zimizga lozim deb topdik. Inshaalloh katta alloma. Hammamiz eshitsak havas qiladigan. Hammamiz eshitsak havas qiladigan. Shunday allomalarki, men u kishini tarixlarini o'qisam, u kishini hayotlarini o'qisam, havasim keladi. Nimasiga bilasizlarmi? O'zlari juda katta odam, lekin katta faqih, katta olim, katta mujtahid. 3 avlod katta olim. 3 ta avlod. Bobo, o'g'il, navera. Har uchalasi yetuk katta alloma. Bu maqomni saqlash oson emas. Bu darajani saqlash oson emas. Odam o'zi ham olim bo'lsa, farzandi ham olim bo'lsa, naverasi ham olim bo'lsa, bular bir-biridan yuksak bo'lsa, bu maqomni saqlash oson emas. Olimlar aytadilar, Mavaraun Nahru Xurosonda, O'rta Osiyoda shunday oilalar borki deydilar, ulardan o'nlab katta olim chiqqan. Ya'ni dunyo tan oladigan. Shulardan bittasi mana shu oila. Zikr qiladigan G'ijduvondan chiqqan bir oila borki, ularni butun dunyo biladi. Butun dunyo ular bilan faxrlanadi. Ularni so'zlari hali hanuz qonun, odamlar unga amal qiladi. Bu kishi Shamsul Aimma Zarangari. Mashhur Shamsul Aimma Zarangari. Abul Fazoil Shamsul Aimma Bakr ibn Muhammad ibn Ali ibn Fazl ibn al-Hasan Zarangari Ar-Buxoriy. Bu kishi Zarangar qishlog'idan, hali hanuz u qishloq bor, hammalaringiz bilasizlar. Zarangari nihoyatda katta alloma bo'lganlar. 1036-yilda tug'ilib, 1119-yilda vafot qilganlar. 1036-yilda Zarangarga tug'ilganlar, 1119-yilda bu kishi vafot qilganlar. Katta alloma. Olimlar nima dedilar? Bu kishini haqlarida dunyo ensiklopediyalarida yozilgan. Dunyo ensiklopediyalarida Bakr ibn Muhammad Zarangari to'g'rilarida albatta bir necha varaq, bir necha sahifa ajratilgan. 3 avlod deganim Shamsul Aimma Bakr ibn Muhammad. U kishini o'g'illari Umar, otalari Muhammad. Demak, Umar ham, Bakr ham, Muhammad ham katta allomalardan. Bu kishining nomlari Shamsul Aimma. Islom dunyosida fiqhiy mazhablarda 4 ta odamga Shamsul Aimma deyiladi. Butun dunyoda Hanafiy mazhablari ichida 4 ta odamga Shamsul Aimma deyiladi. Birinchilari Shamsul Aimma Halvoiy, ikkinchilari Shamsul Aimma Zarangari, uchinchilari Shamsul Aimma Kardari, to'rtinchilari Shamsul Aimma Saraxsi. Biz nechog'lik baxtiyor odamlarimiz. Dunyo bizni nima uchun Buxoriy desak, qayerga borsak tan oladi. Shu Shamsul Aimmalarni hatto 3 talari Buxoroda. 3 talarning qabrlari Buxoroda. Dunyo tan olgan, butun dunyo keladi bularga. 3 talari Buxorodan, bittalari G'ijduvondan. Juda buyuklari G'ijduvondan. Shamsul Aimma 3 ta. Shamsul Aimma Halvoiy, Shamsul Aimma Zarangari, Shamsul Aimma Kardari, Shamsul Aimma Saraxsi. Shamsul Aimma, ya'ni imomlar quyoshi, olimlarni porlagan quyoshi. Bu kishi haqida juda ko'p kitoblarda bor, faqat bittasini olib keldim. Bir kitob, bu kitobni Kataibul A'lam deb nomlanadi bu kitob. Kataibul A'lam deb bu kitob nomlanadi. Bu kitob bundan 500 yil oldin yozilgan.
500 yil oldin. Yozilganda ham Usmoniylar sultonligining xalifaligining saroyida yozilgan. Bilasizlar, hammamiz bilamiz. Bir millat ikkinchi millatga to zo'r bermasa tan bermaydi. To baquvvat bo'lmasa tan bermaydi. To bir ko'rinmasa, uning quyoshi yaraqlab turmasa tan bermaydi. Shamsul A'immay o'sha saroyda olimlar, Hanafiy allomalari zikr qilinganda Shamsul A'imma Zarangari zikr qilinadi. U kishini haqlarida nima deydi? Imomul Kafavi degan odam yozgan. Huval imamul fozil al-hafiz al-mutqin alladhi kana yudrabu bihi al-mathal fi hifzihi madhhab Abi Hanifa wa kana musiban fi al-fatwa wa jawabuhu al-waqi' wa kanu yusammunahu Abu Hanifa as-saghir. U kishi, ya'ni Shamsul A'imma Zarangari fazilatli imom, hofiz, aniq, mutqin degani, ya'ni beradigan fatvolari joyiga tushadigan, u kishini ilmu salohiyatlariga zarbul masal urinlardi. Bir odam agar yaxshiroq javob bersa, peshqadam bo'lsa, nima deyilardi? Zarangari bo'le deyilardi. Ya'ni u kishini nomlari, u kishini fazillariga zarbul masal urilardi. Hanafiy mazhabidagi masalalarni yodlashda u kishining monandi yo'q edi. Fatvolari xalq ichida, olimlar ichida qabul qilinardi. Buxoro xalqi u kishini kichkina Abu Hanifa yoki ikkinchi Abu Hanifa deb nomlardi. Aytganimizdek, Shamsul A'imma Zarangari nihoyatda katta alloma bo'lganlar. O'sha joylarni arabchasini hatto o'qib berishlikni sizlarga ilindim. Kana lahu ma'rifatun bil ansab va tarix. Shayxlarning silsilalarini, ya'ni sanadlarini, tarixni kuchli biladigan odam edilar. Kana ahlu baladihi yusammunahu ala Abu Hanifa as-saghir. Uni tenqurlari shahar ahli Abu Hanifa ikkinchi deb aytardi. Aqadal fiqh an Shamsul A'imma Halvoi. U kishining ustozlari Shamsul A'imma Halvoi edilar. Shamsul A'imma Halvoining ustozlari Abu Ali Nasafi edilar. U kishining ustozlari Abu Bakr Muhammad ibn Fazl. Abu Bakr Muhammad ibn Fazl Chorbakriylarning bittalari, Abu Bakr Fazl deyiladi. Bu kishining qabrlari Chorbakrda. U kishining ustozlari Abdulloh Sipazmuni. Nihoyatda katta olim, bu kishining qabrlari Hazrati Imomda. U kishining ustozlari Abdulloh Abu Hafs as-Saghir. U kishining ustozlari Abu Hafs al-Kabir, ota o'g'il, katta alloma Abu Hafs al-Kabir va Abu Hafs Saghir. Abu Hafs al-Kabir, Abu Hafs Saghir, Imom Abdulloh Sipazmunining qabrlari Hazrati Imomda, shaharda. U kishining ustozlari Muhammad, Abu Hafs al-Kabirning ustozlari Imom Muhammad. Butun mintaqada ilmiy darajada ustozni eng ulug'lik darajasida Abu Hafs Kabirga yetadigani yo'q. Butun Mavaraun nahrida. Chunki Abu Hafs Kabir Imom Muhammad ibn Hasanning shogirdi, u kishi Abu Hanifaning shogirdi. Ya'ni mana shunday katta allomalardan dars olganlar. Endi qarang bu yog'ini. Ahadan abihi ruknul Islam qozi Abu Bakr Muhammad ibn Ali Zarangari. Birinchi bu kishini olim bo'lishlariga tamal toshini qo'ygan, tarbiyalagan ustozi otasi. Otalarining laqabi Ruknul Islom, islom ustuni bo'lgan ekan. Demak, xalq bu odamning ilmining kuchliligidan nima qilgan? Ruknul Islom deb tan bergan. Ota tarbiyalagan ekan farzandni. Ota tarbiyalagan ekan, tamal toshini qo'ygan ekan. Yana ustozlaridan Imom Halvoi, Shamsul A'imma Halvoi, Shamsul A'imma Halvoni deyiladi ustozlari. Shogirdlari qarasak endi juda ko'p shogirdlar chiqargan ekanlar. Shulardan Imoduddin Umar ibn Bakr ibn Muhammad, ya'ni o'g'illari. Qarang, bir oiladan 3 ta odam, 3 chalasi ham ilmiy darajaga ega. Otalari Ruknul Islom, o'zlari Shamsul A'imma, o'g'illari esa Imoduddin. Imoduddin degani dinning tayanchi,
dinning suyanchi. Buni odam o'ziga olmaydi. Masalan, men o'zimni 1000 bor men imodiddin deyman desam, xalq tan olmasa u bir pul. Ammo bu laqabni olimlar beradi. Bu laqabni, bu chiroyli sifatni ahli ilm beradi. O'g'illariga tahsil ta'lim berganlar, xuddi shuningdek Imomzoda degan katta alloma borlar, u kishini shogirdlaridan, u kishi Buxoro muftilaridan bo'lganlar. Ana endi yana bir u Shamsul Aimma Zarangarining buyuk bir maqomlaridan u kishi Sahih Buxoriyni Buxoroda eng ko'p rivoyat qilgan alloma hisoblanadilar. Sahih Buxoriyni Buxoroda eng ko'p rivoyat qilgan alloma. Rawa anhu jama'atun kathiratun bi Buxoro. Zarangarini Buxoroda son sanoqsiz jamoat shogirdlari bo'lgan deydilar u kishi. Rawa anhu kanat indahu kutub aliya sanad. Nihoyatda qadrli kitoblari, sanadi katta allomalarga yaqin kitoblari bo'lgan. Sahih Buxoriyni u kishi rivoyat qilganlar. Kimdan? Abu Sahal Ahmad ibn Ali Obuvardiydan. U kishi Abu Ismoil Ahmad Kisoidan. U kishi Vabriydan, u kishi esa Buxoriydan. Demak, Imom Zarangari bilan Buxoriy o'rtasida 3 ta nima bo'lgan? 3 ta roviy, 3 ta ustoz shogird. Nihoyatda Buxoriyga yaqin. Mana shunday katta alloma bo'lganlar. Xuddi shuningdek Lu'lu'iyot degan kitobni bu kishi rivoyat qilganlar. Bu kishining fatvolaridan arab va ajam foydalangan. Bu kishining fatvolaridan nihoyatda ko'p insonlar foydalangan. Bu kishining fatvolaridan ko'p insonlar bahramand bo'lgan. Alhamdulillah, muhtaram jamoat, shuni ko'ryapmizki, mana shunday yurtdoshlarimiz borlar. Mana shunday hamshaharlarimiz borlar. Biz baxtiyor odammiz. Yurtimizdan shundaylar chiqqan. Baxtiyor odammiz, biz shu zamindamiz. Baxtli odammiz. Hech bo'lmasa shularni nomlarini eshitishlikni Alloh nasib qildi. Imom Zarangarining qabrlari qayerda? Hammamiz bilamiz. Ziyorat qilganmiz. Buxoro shahridagi Shoyaxsi masjidida. Buxoro shahrida Samarqand darvozadan kirib borilsa, chap qo'lda Shoh Axsaviy degan, Shoyaxsi degan masjid bor. O'sha masjidni yonida Imom Zarangarining qabrlari. 2 yil oldin bu qabr qayta ta'mirlandi, qayta o'z bo'yini cho'zdi. Imom Halvoiyning qabrlari ham o'sha yerda. Masjidning ichida. Ikkinchi Shamsul Aimma Halvoiyning qabrlari ham masjidning ichida. Uchinchi Shamsul Aimma Imom Kardariyning qabrlari Buxoroning janubiy tarafida. Hozir yangi O'zbekiston bog'i qurilyapti. O'sha yangi O'zbekiston bog'ining ichida Shamsul Aimma Kardariyning qabrlari, Muhammad ibn Abdusattor Kardariyning qabrlari o'sha yerda. Shu kitobni o'qiyotgan paytimda ajib bir hislar keldiki, qarang, bir oiladan 3 ta ota o'g'il navera katta alloma. Olim aytadilar, Mavoroun Nahr diyori bu odati bilan dunyoni peshqadam yurtlardan hisoblanadi. Mavoroun Nahrda deydilar, turk qavmidan bo'lgan Oli Torxon degan bir qavm bor. Torxon oilasi. Ularni bittalari Abu Bakr Torxon, Chorbakiylarni bittalari Abu Bakr Torxon. Bir oiladan deydilar 1000 ta olim chiqqan. Oli Torxon oilasidan bir oiladan 1000 ta olim chiqqan deydilar. Olim hozir bir oiladan 10 ta fan doktori chiqsa, bu olamshumul narsa, 1000 ta chiqqan ekan. Yana bir oila bor deydilar. Mavoroun Nahrda Oli Sam'on degan. Bu kishi aytayaptilar kitobda, Sam'oniylar 7 avlod deydilar alloma. 7 avlod alloma. Xuddi shuningdek deydilar, Mavoroun Nahrdan chiqqan bir oila bor. Ular mahbubiylar. Olimoza deyiladi. Mahbubiylar. 7 oila katta allomalar. Mana shulardan Sadru Shahid Mahbubiy qabrlari deydilar G'ijduvonda. Chunki u kishi G'ijduvondagi jangga, Qiziltepa jangida vafot qiladilar. Shunaqa bir rivoyat borki, Abduxoliq G'ijduvoniyning yonlarida dafn qilingan degan bir rivoyat bor. Sadrul Kabir, Sadrul Said, Sadrul Shahid, katta allomalar, Sadrul Mozi. Bular bir avloddan o'nlab oilalar, o'nlab
allomalar chiqqan. Bugungi kunda bundan bitta xulosani aytamiz. Farzandni, kelgusi yoshlarni asosiy tarbiyalaydigan narsa bu otalar. Otaning himmati, otaning g'ayrati, otaning shujoati farzand uchun nihoyatda muhim. Bir strategik institutlarni bir tadqiqotini o'qidim. Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiy bo'linmalarda xudkushliklar bo'libdi. Ba'zi harbiylar o'zining joniga o'zi qasd qilibdi. Keyin tadqiqot institutlari buni tekshirib, bunga davlat pul ajratib, buning sababini o'rganishga tushibdi. Buni sabablaridan bittasi debdi, jamiyatda erkak o'qituvchilarni kamligi, oilada esa erkaklar, otalar, bobolar o'zlarini farzandlariga kam vaqt ajratishlari. Ular harbiy sohaga kiradi, ular jangga kiradi. Ularni kim tarbiyalargan? Onalar tarbiyalagan. Ularni ayol o'qituvchilar tarbiyalagan. Va bu jangdagi shiddatga yetishmaydi. Va himmati, ruhi, jazmi mo'rtlik qiladi. Ba'zisi o'zini joniga o'zi qasd qiladi. Bu bilan nima demoqchimiz? Bu bilan bu ma'lumot bilan nima deyilmoqchi? Biz otamiz, ba'zimiz bobomiz, ba'zimiz o'qituvchimiz, farzandlarimizni tarbiyalariga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni tarbiyasiga diqqat qilaylik. Vaqt ajrataylik farzand tarbiyasiga. Ota, bobo, biz farzandlarimiz, nabiralarimiz tarbiyasiga vaqt ajrataylik. Shamsul Aimmaning o'g'illari shunchaki ruknul islom bo'lib qolgani yo'q. Birinchi o'zlari tarbiya berdilar, ta'lim berdilar. Shamsul Aimma ham zarangaridan chiqib shunchalik katta dunyoni zabt qilgani yo'q ilmi bilan. Vaholanki otalari uni tamal toshi bo'lganlar. Har birimiz mana shu narsaga inshaalloh diqqat qilaylik, e'tiborli bo'laylik. Farzandlarimizga sarflagan har bir daqiqa vaqtimiz tillodan qimmat. Uni tillo bilan sotib olib bo'lmaydi. Vatan, din, ona zamin hammamiz uchun muqaddas. Hammamiz uchun muborak. Vatanni saqlash, dinni saqlash, ona zaminni himoya qilish uchun bor imkoniyatlarimizni safarbar qilaylik. Ona zaminimiz asl holiga qaytdi. Masjidlarimiz, madrasalarimiz, mikrofonlar, alhamdulillah, bularni saqlashimiz, avaylashimiz, aslashimiz, kelgusi avlodga yetkazish uchun harakat qilmoqimiz darkor. Munosabat bilan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni, posbonlar kuni. Bu bilan chin yurakdan vatan himoyachilarini va har birimiz vatan himoyachisimiz chin yurakdan muborakbod qilamiz. Alloh subhanahu va taolodan vatanimizni asrashini, marhamatli yurtimiz marhamati yanada bundan ziyoda bo'lishligini, Abduxoliq G'ijduvoniylar, Shamsul Aimmalar, Sadrul Aimmalar yana inshaalloh takrorlanmog'ini Allohdan so'raymiz. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom Madina-i Munavvaraga kelganlarda duo qilgandilar. Allohumma habbib ilaynal madina ka hubbina bi Makka aw ashad. Parvardigor, Madina-i Munavvaraga keldim. Parvardigor, Makkani qanday yaxshi ko'radigan bo'lsam, Madinani undan-da mahbubroq qilgin menga dedilar. Ya'ni Makkani yaxshi ko'raman. Tug'ilgan joyim, o'sgan joyim yaxshi ko'raman. Demak, Madinani ham menga shunday yaxshi ko'rgin deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Alloh taolodan so'radilar. Ahabbun nas ilan nas anfa'uhum lin nas. Odamlarning eng yaxshilog'i, odamlarning eng yaxshisi odamlarga mehrlisi, muhabbatlisi deb Payg'ambar alayhissalom aytdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu atii'ulloha va atii'ur rasul va ulil amri minkum. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat eting, uning amri farmonlariga labbay deb javob bering, rasuliga itoat eting, uni sunnatlariga so'zsiz amal qiling. Va ulil amri minkum, o'zlaringizdan chiqqan ishboshilaringizga, rahbarlaringizga, olimlaringizga amal qiling, ularga itoat eting. Albatta najot topasiz deb Parvardigor olam bizlarga marhamat qiladi. Allohdan so'raymizki, yurtimizni tinch,
osmonimizni musaffo qilsin. Mana shu masjidlar obod, alhamdulillah, to aqlimizni olibmizki, mana shu joyga kelib ketamiz. Men aqlimni olgandan beri mana shu joylarga kelib ketaman. Rahmatlik bobom Habibxon olib kelardilar, qo'limizdan ushlab, mana shu joylarga shashlik berib, marojni berib, kulchalardan iste'mol qilib, nima ahvol edi bu yerlar? Qanday ahvollar edi? Bozorlar qayergacha edi? Masjidlarning ahvoli nima edi? Rahmatlik bobom bizni qo'yardilar-ku masjidning oldida. Eski masjid bo'lardi ana bu yerga bir gumbazchalik. Hozir men kelaman deb aytardilar. Hozir kelaman derdilar. Hayron bo'lardim, bobom qayerga borardilar? Yashirincha masjidning ichiga kirib 2 rakat tahiyati masjid o'qib chiqar ekanlar. Yana hamma ko'radigan eshikdan kirmasdilar. Borib aylanib orqa bir eshikdan kirib 2 rakat namoz o'qib chiqardilar. Ana alhamdulillah. Alloh taoloning marhamati, fazli. Mikrofonlar butun G'ijduvon shahriga kerak bo'lsa ovoz, mikrofonni ovoz yetadi. Bunga shukrona qilishimiz kerak. 5 vaqt namozlarni o'qishimiz kerak. Bu yerga katta xizmatlar bo'lgan. Muhtaram prezidentimiz yangi O'zbekiston qiyofasini ochish uchun ana bu yerni juda katta asl holatiga keltirdilar. Faxriddin domla, yana aytamiz, birinchi imomlardan o'qishi, saboqdoshimiz, Alloh taolo rahmat qilsin, Muxtorjon domlaga birga dars olardik. Muxtorjon domla agar sal bir kayfiyatlari yo'q bo'lsa, sal bir kayfiyatlari charchoq bo'lsa, Faxriddin domlani oldinga o'qilardik. Domla bir siz gaplashib, yo'lni bilasiz, bir domlani kayfiyatlarini ko'taring deb aytardik. Alloh taolo ilohi umrlarini uzun qilsin. Jo'rabekjon domla imomlik qildilar bir necha yil, shogirdimiz, umrada o'qishi, umradan keldilarmi? Alloh umralarini qabul qilsin. Abduqodirjon domla shogirdimiz, Alloh taolo ilohi ilmlariga, ishlariga baraka bersin. Orifjon domla zarif bir inson, birga ishlaymiz u kishi bilan. Alloh taolo ilohi ilmiy ijodlariga Orifjonni baraka bersin. Kamoliddinjon shogirdimiz, Alloh taolo ilohi omadlarini bersin, muvaffaqiyatlarini bersin, yaxshi xayrli jamoat bersin. Alloh taolo o'zi omad bilan siylasin. Bu yerga juda ko'p xizmat qilganlar bor. Ana hozir shu masjidni ko'rib, bir necha marta shu masjid ustida Mahmud Qosimovich bilan Ahmedov bilan bir necha marta o'tirganmiz. G'ijduvon farzandlaridan mana shu yerda katta ishlarni qilganlar. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Duo talablar bor ekan, mushkillariga osonlik so'rab, baxt tilab, ishlariga rivoj so'rab, solih farzandlar so'rab, safarda ekanlar, safarlarini xayrli bo'lishligini so'rab, imtihonlari bo'lekan, imtihonda muvaffaqiyatlarini so'rab, shifo so'rab, duo talablarimiz bor ekanlar va hammamiz duo talabmiz. Inshaalloh mana shu yerga keldik. Biz ham sizlardan duo talabmiz. Shoyatki fayzu fathlardan bahramand bo'lsak, sizlarni duolaringiz, sizlarni inshaalloh iltijolaringizdan bahramand bo'lsak, katta jamoat, viloyatimizdagi eng katta jamoatlardan bittasi Abduxoliq G'ijduvoniyning jamoati. Bularning ichida albatta gunoh qilmagan yosh go'daklar, islomda mo'ysafid bo'lib, xalqqa xizmat qilgan otaxonlar, erta-yu kech halol va pokiza rizq payda bo'lgan tijoratchilar, tadbirkorlar, ustoz hunarmandlar bor. Hazrati Umar roziyallohu anhu Arafotda turib odamlarni chek-cheksiz odamlarni ko'rib aytgan ekanlar: "Ya Alloh, shularni ichida agar bittasini duosi qabul bo'lsa, Umar parvo qilmaydi. Shuni sharofati bilan Alloh sen hamma duosini, ibodatini qabul qilasan" deb. Darhaqiqat bu jamoat ichida yuzlab duosi qabul bo'ladiganlar bor. Yuzlab duosi ijobat bo'ladiganlar bor. Savdo va tijoratni tashlab kelganlar bor. Issiq xonadondan chiqib kelganlar bor. Hammalarning duolarini qabul qiladi. Alloh duoni qabul qilmasa, bandasidan rozi bo'lmasa, shu yerga keltiradimi? Qiblay Muhammadga yuzini qaratadimi? Joy namoz ustiga o'tirtiradimi? Hayya alas saloh, hayya alal faloh. Najotga kel deganda labbay robbim deb keladimi? Agar Alloh taolo marhamati ilohisi nazari bo'lmaganda 1000 yildan beri bir bandani nomi yu joyini asrab keladimi? Inshaalloh Alloh taolo bandalariga latif. Allohdan so'raymiz. Alloh yurtimizga tinchlik,
yurtboshimizni tanu jonlarini sihat salomat qilsin. Viloyat, tuman hokimlarimizni va barcha mutasaddilarimizni, Kamoliddinjon, Umidjon qora akam boshchiliklardagi barcha jamoatni hifz himoyasida asrasin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va li azimi sultonik. Ilohiy Parvardigor, bu xayrli jamoatni duolarini qabul qilgin. Parvardigor, bu barakali jamoat, xayrli jamoat, katta jamoat. Parvardigor, o'zing duolarni qabul qilaman degansan. Ud'uni astajib lakum degansan. Duo qiling, duolaringizni ijobat qilaman degansan. Parvardigor, qalbimiz bilan sendan so'raymiz, tilimiz bilan so'raymiz, butun vujudimiz bilan so'raymiz. Xudoy taolo barcha ishlarimizga osonlik, xayru baraka, fayzu izzat bergin. Barchalarimizni mushkullarimizni Allohim o'zing oson qilgin. Parvardigor, muborak Rajab oyida turibmiz. Farzand umidda yurganlarga solih farzandlar ato aylagin. Baxt va iqbol talab qilganlarga solih va soliha juftlar bergin. Ilohiy Parvardigor, oilalarda er-xotinlar, kelin-kuyovlar, farzandlarimiz oila qo'rg'onida mustahkam muhabbat bilan hayot kechirmoqliklarini nasib qilgin. Ba'zi oilalarda kelishmovchiliklar bo'lsa, ey Alloh, katta minglab qo'llar duoga qo'l ochib turgan paytda sendan so'raymiz. Iloho, oralarini o'zing kelishtirgin. Iloho, kelin-kuyovlarga o'zing tavfiq bergin. Er-xotinlarga mehr va muhabbat bergin. Alloh taolo hammamizdan o'zing rozi bo'lgin. Va salatu vassalomu ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika ya.